O'zbekistonning xalqaro va mintaqaviy jihatdan barqarorlikka erishishga qaratilgan tashqi siyosatda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bilan strategik hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Amalga oshirilayotgan hamkorlik aloqalari xususida haqiqatdagi holatni yorituvchilar bilan birgalikda real vaziyatga nisbatan haqiqatdan yiroq turli uydirmalar, turli fikr bildiruvchilar ham, ya'ni bu real vaziyatni noto'g'ri mazmunda talqin qiluvchilar ham uchrab turadi. Jamiyati faolligini kuchaytirish va inklyuziv rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida ishlab chiqilgan 5 ta tashabbus milliy qamrov doirasi bilan ham mamlakatimizda, ya'ni ko'plab hududlarda bu tashabbusni, bu loyiha doirasida, ya'ni ko'plab ishlarni amalga oshirishni o'zini ichiga oladi. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan ochiq, pragmatik, o'zaro manfaatlarga asoslangan tashqi siyosat olib bormoqda. Xususan, O'zbekistonning xalqaro va mintaqaviy jihatdan barqarorlikka erishishga qaratilgan tashqi siyosatda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bilan strategik hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etyapti. Yevropa Ittifoqi bilan moliyaviy, iqtisodiy, savdo, investitsion, ijtimoiy, gumanitar sohalarda amalga oshirilayotgan hamkorlik aloqalari turli internet sahifalarda, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalardagi mavzulardan hisoblanadi. Amalga oshirilayotgan hamkorlik aloqalari xususida haqiqatdagi holatni yorituvchilar bilan birgalikda real vaziyatga nisbatan haqiqatdan yiroq turli uydirmalar, turli fikr bildiruvchilar ham, ya'ni bu real vaziyatni noto'g'ri mazmunda talqin qiluvchilar ham uchrab turadi. Xususan, O'zbekistonga, ya'ni Yevropa Ittifoqi tomonidan ajratilgan, ya'ni grant xususida haqiqatdan yiroq fikrlar ham tarqatilganligini kuzatish mumkin. Aytish lozimki, xalqaro tashkilotlardan ajratilayotgan grantlar aniq maqsadli bo'ladi va mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarga mos ravishda jalb qilinmoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash tashabbusi doirasida 5 ta yangi fuqarolik jamiyati loyihalarini ishga tushirdi. Qariyb 2.9 million yevro qiymatiga teng bo'lgan ushbu loyihalar Yevropa Ittifoqi va uning hamkor tashkilotlari tomonidan birgalikda moliyalashtirilyapti. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Mazkur loyiha doirasida yangi islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlash, yangi tashabbuslarni, xususan fuqarolik jamiyatini siyosiy muloqot, gender tengligi, huquqiy ta'lim va media savodxonlikni oshirishga o'zini hissasini qo'shadi. Ma'lumki, joriy yilning 4-aprel kuni Samarqandda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo birinchi sammiti doirasida imzolangan deklaratsiyaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri aynan shu fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash masalasiga bag'ishlangan edi. Shu boisdan bu kabi loyihalarni amalga oshirilishi istiqbolli tomonlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada faollashtirishga, uni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Endi shu fuqarolik jamiyati faolligini kuchaytirish va inklyuziv rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida ishlab chiqilgan 5 ta tashabbus milliy qamrov doirasi bilan ham mamlakatimizda, ya'ni ko'plab hududlarda bu tashabbusni, bu loyiha doirasida, ya'ni ko'plab ishlarni amalga oshirishni o'zini ichiga oladi. Ya'ni bunda shu mamlakatimiz hududlarida yuridik huquq va imkoniyatlarni kengaytirish, gender tengligi, yoshlar va media savodxonligi bilan birgalikda raqamli huquqlar bo'yicha chora-tadbirlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshiriladi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan yangi loyihalarni agar tarkibini ko'radigan bo'lsak, buni tarkibida bevosita equality, ya'ni birinchidan bu xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularning imkoniyatlarini kengaytirishda fuqarolik jamiyatini mustahkamlashga qaratilgan loyihani amalga oshirilishi. Shuningdek, xalqaro huquqshunoslar komissiyasi tomonidan rivojlanish strategiyasi markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan inson huquqlari va ta'lim tashabbusi, Human Rights in Action tomonidan bevosita barqaror hayot xalqaro ijtimoiy ta'lim markazi bilan birgalikda amalga oshirilayotgan yoshlar va notijorat, nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikdagi o'zgarishlarni rag'batlantirish loyihasi va o'z navbatida yuksalish harakati bilan hamkorlikda O'zbekistonda inklyuziv rivojlanish uchun fuqarolik jamiyatini kuchaytirish kabi, ya'ni loyihalarni o'zini ichiga oladi. Umuman olganda
Bu grant doirasidagi har bir loyiha Yevropa va O'zbekiston hamkorlik tashkilotlarini birlashtirib, mahalliy darajada o'zlashtirishni kuchaytiradi hamda sohalar orasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga, uni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Bu loyihalarning amalga oshirilishi mamlakatimizda fuqarolik jamiyati faollarini salohiyatini oshirishga, himoyaga muhtoj guruhlarga ko'maklashish, ularni qo'llab-quvvatlashga hamda fuqarolik jamiyati bilan davlat muassasalari o'rtasidagi barcha darajadagi, ya'ni hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.